قرآن فجر يا أخي مشهود، والخير في صفحاته معقود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري vehlul uqdeten min lisani yefqahu qawli amin. Bugünkü dersimizni Sure İbrahim'nin 24. ayetinden başlap devam kılımız. Allah subhanahu ve taala dedi ki: "Elem tera keyfe darabellahu meselen kelimeten tayyibeten keşeceratin tayyibetin asluha thabitun ve fer'uha fis-sema." Ey insanlık! Allah subhanahu ve taala sizlerge güzel bir kelimeni meyvelik güzel bir daraxtga o'qitish orqali sizlarga temsili misollar bayon qilmoqda. Shuni ko'ryapsizlar. Andaq daraxtki, o daraxtning asli yerda mustahkamdir. Asli degani yiltizi va aynan shaxchilari bo'lsa osmondadir. Tu'ti ukulaha kulla hinin bi idni robbiha. O shundaq bir meyvelik daraxtki, o'zining yemeklerini, ma'kulatlarını özünün Rabbinin kanuniyeti bilen, iradesi bilen, izni bilen halagandek berdi. Her zaman berdi. Allah subhanahu ve taala o insanlıkka vaz nasihatini qabul qilish uchun ana shundoq temsili misollarni bayon qilish orqali o'zining oyatlarini tushundirdi. Allah subhanahu ve taala bu oyatda güzel bir kelimadan bahs qilmoqda. Bu kelime kelimeten tayyibe. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen tevhid kelimesinden ibarettir deydi müfessirler. Tabii ki mesele onundan mı am, onundan mı şamil, onundan mı alem şumul tevhidini öz içige ağan, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ını öz içige ağan vahiyden ibarettir. Allah subhanahu ve teala ey insan sana özünün rahmet olan, kelami ilahisi olan söz kılgan bu ilahi kelam aldığındı ki meyvelik bir daraxt okşaydı. O meyvelik daraxtning asli yiltizi zimində, şahsileri asmandadır. Surənin 5'de diyemiz ilahi kelam boğan Kur'an, lebzi ve harfleri insanlar tarafından keşf kılınan bosumu onun manası Allah Teala tarafındandır. Kur'an-ı Kerim'nin ayağı yerde, üstü asmandadır degen edik. Ve Allah subhanahu ve taala özünün kelamı ilahisinin meyvelik bir daraxt okşaydıganlığı. O daraxt güzel bir ziminde yıltızi. O daraxtның şahçıları kökte, asmanda, üstünde. Şunda boğalık için o daraxt her kaçan, her makan ilahi irade bilen insanlığa özünün tigişlik meyvelerini berdiğanlığını temsil kılmakta. Allah bu surenin başında nurdan bas kılmakta idi. Bir yerde kelimeden bas kıldı. İlahi kelam bir daraxtga okşattı. O daraxtga zimin lazım idi. O daraxtның yıltızı zimin de idi. O daraxtga su lazım idi ve şu arkalık köklemekteydi. O daraxtның yaprakları asmanda, meyveleri yanılan nuru ilahini kabul kılgan insanlarda. Allah Teala dedi ki, Allah subhanahu ve taala'nın kelamı ilahisinden boğan nur, insanın kalbinin ibaret boğan zımınga yıltıztasa ve iman suyu arkalık suğurulsa, onun meyvesi moldur. Meyvesi salsanaksızdır. Meyvesi makan ve zaman üstüdür. Hinin bi idni rabbiha. Özünün meyvesini elet devam beşeriyet dünyasına vermektedir. Onun için ki ilahi kelam güzel bir kalpten ibaret boğan zımınga düşse ve hakiki işenç iman suyu arkalık suğurulsa, onun neticesi boğan emeli hareketi olan hem insanlığa meyve verdi ve üzgün meyve verdi. Onun için her bir insanın kalbideki iman derhinin meyve verişi, nimeti o meyvesi emel salihti, hayriyetti, yaxşılıktı, güzel ahlaktı, edepti, insaniyet dünyasını yoğurtadığan nurdu. Yani o başkalarına tesir kıldıqanlığı. Eğer bu iman derhi kalpten ibaret boğan bu zamanğa yaxşı yerleşmese, iman İslam'dan ibaret boğan suyu arkalık soğurulmasa, demek ki kalbiga o'ttamasa, o söz kelime. O söz olduğan bolsa, kalbiga o'ttamıganlığı için başkalarına anlangan çağda, ağzından qanday çıkan bolsa, başkalarının kuluğundan ötüp gittiğanlığı. Bu
Şu insanın kalp dünyasına ilahi kelime tayyibini uğurlaştırışı, iman suyu arkalık sug'urishi yoki sug'ranmasligiga bog'liq ekanligini Alloh subhanahu va taolo bu yerda temsiliy yo'llar bilan bayon qilmoqda. Uning uchun qalbdan chiqqan so'z qalbga bordi, og'izdan chiqqan so'z quloqqa bordi xolos. Shunga Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhuning siddiq bo'lishi uning qalb zaminida ilahi kalam o'rinlashganligi uchun iymoni siddiqlik bilan ta'min etilgan haqiqiy bir abi hayot suyga aylanganligi uchun Abu Bakr Siddiqning davati bilan jannatga kirgan 10 sahobaning 6'sı ya 7'si onun quli orqali iymon etgan. Qolgani 3'ü Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның quli orqali. Va eningdan boshqa nurg'un misollar mavjud. Demakchi bo'lganda insonning qalbi iymonning suv ekanligi, qalbning zimin ekanligi, vahiyning u qalbida o'rin oldigan, yiltiz tortadigan bir kelime tayyibe ekanligi. Onun uchun har bir insonning Alloh bilan bo'lgan aloqasi va munosabati bu kelimetut tayyibe ilahi kelam bilan bo'lgan munosabatiga bog'liq ekanligi. Bu ilahi kelamning o insonning qalbi ziminlariga yiltiz tortishi yoki tortmasligiga bog'liq ekanligini sözlemektir. Ve meselu kelimetin habitetin keşeceratin habitetin icduthet min fevkil ardı ma laha min karar. Yaman söz, yaman kelime bir yaman derek kokşaydı. Meyvesiz derek kokşaydı ki o meyvesiz dereknin jıltısı ziminin üstüden kumarap taşlandı. Ondaqken o derek için hiçbir karardan, istikrardan yoktur. Yaman kelime, yaman söz, ilahi kelamdan taşkırı boğan söz, şirk sözü, zulüm ve istibdat sözü, zalimnin sözü, karanlık ve karanlıklarının sözü, yıltızsız derek kokşaydı. Halbuki yıltızsız derek, yıltız bulmağanlık için nimi kokşaydı o degende? Kurup kakşal bolup kalgan bir utan kokşaydı. O nimi yaraydı o? Utan yaraydı. Allah subhanahu wa ta'ala ilahi kelamni menba kılmagan bir sözünün, bir fikirinin, bir tesavvurunun tekrar desek, ilahi kelamni, vahiyni menba kılmagan, ilahi kelam bilen vahiyni çıkış kılmagan bir sözünün meselesi kelsek, o sözünün fakat insanlar tarafından taşlanıdığan veya ki bulmasa o tutaştırıldığan, kazan kaynatıldığı bir utançlıkla manası bahikeligini uqturdu. Onun için ve kul li ibadi yekulu lati hiye ahsen. Ey peygamber, mening bendillerimge en güzel latafetlik ibaretlerle söz kılgan. Dünya sözünün üstü kurulgandır. Dünya sözülen dünyadır. Çünkü söz özünün işaretidir. Çünkü söz özünün ifadesidir. Dilinin tasdikatçısıdır. Söz özünün şahididir. Onun için siz sözülen mığılgan askerlerini kurallandıralaysiz. Ve şu söz arkalık mığılgan askerlerinin koldaki kurallarını taşlat kızı bitaleysiz. Şunundaki söz halalını haram, haramını halal kılıdı. Mesela söz ayallah otursta aldım deyişilen, tegdim deyişilen mukaddes bir amanetke amanettarçılık iyi kılıdı. O erkek kişi iki insanın, iki tarafının varlık vücudunun birisi halallıkını ro'yobga çıkardı. Mesela söz aldım, beğendim deydi. Ya ki sattım deydi. Aldım deydi. Sattım, aldım deyişilen başkalarının koludaki bir narsa ikinci tarafga ötüdü. Sözünün kıymeti. Şundakla asman zemin bir sözden ibarettir. Sözünün üstü kurulgandır. Hayat sözünün üstü kurulgandır. İza qada amran fe innema yaqulu lehu kun feyekun. Allah subhanahu ve taala bir işni irad kılsa kun deydi de o boludu. Ondaqda yer şar kap bilennindir. O Allah subhanahu ve taala bizning aql idrakimizni qarta so'zlagan bir kapdir o. Kun. Belki Allah subhanahu ve taalaga nisbeten kap bilen nun emasdir. Kun emasdir. Bu hem sözdür. Musa aleyhissalatu vesselam sözdür. Adem aleyhissalatu vesselam'a tövbe bergen sözdür. Fetelakka Ademu min rabbihi kelimatin fetaba aleyh. İbrahim aleyhissalatu vesselam sınalgan sözdür. Ve idibtela İbrahim'e rabbahu bi kelimatin. İbrahim'e rabbuhu bi kelimatin. İbrahim sözlerden sınaldı. Ondaqda ey insan aldığındaki ilahi kelam hem sözdür. Sözünün menbesidir. Haq sözdür. Kelime tayyibedir. Enin karşısı tuğallarının hemmisi kelimetun habisetundur. Yusabbitullahu allazina amanu bil kavli thabiti fil hayati dunya ve fil ahire ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yasha. Allah subhanahu ve taala iman etganlarni sabit qadam qiladi. Nima bilan sabit qadam qiladi? İlahi kelam bilan, tevhid kelamı bilan
La ilahe illallah Muhammedur Resulullah bilen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ın gayesi ve maksidi nişanı bilen o insanı müstehkem kılıdı. Madem o insan özünün kalbige kelimeten tayyibetenden ibaret boğan vahyini kalp zeminiga uğurlaştırış arkalık iman İslamı bilen işencisi bilen Allah'a boğan hakiki işencisi bilen suğagan bolsa. Ve fil ahire ahirette hem ve yudillullahu zalimine ve yef'alullahu ma yasha. Allah subhanahu ve taala zalimlarını azdırdı. Allah halıganını kılıdı. İlgirki şer'imizin şer'isi izahat çıktı ki Allah subhanahu ve taala'nın kelami ilahisini kalp zeminiga uğurlaştırış arkalık imanı bilen suğamıgallah. Allah subhanahu ve taala'nın kelami ilahisinden boğan gaye maksat nişanlarını özgertkenlerdir. Öz orundan çıkarganlardır. Zulüm budur. Zulüm eşyanı Allah subhanahu ve taala koygan näslerini gaye maksadidan taşqırga özgertitiş, Allah'ın koygan yerden başka yerge özgertiş yötkeşnin özü zulümdür. Del mana bundaq zalimlarni Allah subhanahu ve taala azdırdı dedi. Nimişqa zalim bolganlyk üçün, zulümni tanlaganlyk üçün. Elem tara ilellezine beddelu ni'metallahi kufran ve ahallu kavmahum daral bawar. Ey peygamber, ey insaniyet, karmam sen? Allah subhanahu ve taala'nın nimetlerini küfürge özgertken insanları karmam sen? Ulanın halkıga azap düştü ve ulanın en ahirki diyarları harabelikka aylandı. Karmam seni Muhammed aleyhissalatu vesselam şundak bir zatlağı ki ula Allah Taala'nın nimetlerini küfür aylandı dedi. Öz halkını yama yolga başladı. Ben muşundak bir adamni, muşundak bir jurtni, muşundak bir halkını kömedin mu? Ulanın cayı cehennemdir. Ula o cehennemi kirdi. Cehennem ulanın nimi degen yaman karargahıdır. وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِيُضِلُّوا عَنْ سَب۪يلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيرَكُمْ اِلَى النَّارِ. Ola Allah subhanahu ve taala için bir butlanı kıldı. O Allah subhanahu ve taala'nın yollardan azdırış için. Deyin ki olağa tamam menfaatlinala. Kandaklı olmuşsun menfaatlinala bir mezgil. Hakikaten sizlerin en ahirki bardığan yerinla cehennemdir. قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ sirra ve alaniyeten min qabli an ya'ti yawmun la bay'un fihi ve la hilal. Digini Muhammed aleyhissalatu vesselam. Sizlarga dostluk yok, elim setim yok, dünya hayatı yok. Mana şundak bir kun kelishdan burun sizlar Allah sizlarga bergan rizqidan mahfi ve aşkar holatda infaq qilinglar. Namozni turqizinglar ve iman etinglar degin. Degin mening bir bendilerim uchunki iman etdilar ular. İman etgan, namozni turqizgan ve biz ular rizq bergan narsadan infaq qiladigan. Mana shundak bir tavsiyani ularga qilgan. Qachon shundak bir kun kelishdan ilgari ki o kunda ne elish, ne setish, ne dostluk bordir. Unda o'g'illik uchun mening bendilerimga ana shu tavsiyani qilgan. Ularga do'st ezqatmaydigan, ilm setim ezqatmaydigan mana shunday bir kun keladi. Shu kun kelishdan ilgari biz ularga bergan narsalardan infaq qiladigan va namoz orqali namozni turg'izadigan. Ya'ni Alloh bilan bo'lgan aloqasini salat orqali gullandiradigan, insonlar bilan bo'lgan aloqasini infaq orqali gullandiradigan. Mana shunday bir tavsiyada ularga bo'lgan Muhammad alayhissalatu vassalam. Allohullazi xalaqas samawati vel arda ve enzele lekum minas samai ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum ve sakhkhara lekumul fulka litejriya fil bahri bi emrihi ve sakhkhara lekumul anhar. O Allah şunda kudretli zat ki asmanlarını yarattı, zeminni yarattı ve sizler için asmandan suyunu düşürdü. Şu su arkalık sizlerge rızkı bolsun için okşaş bulmagan meyvelerini çıkardı. Ve Allah şunda kudretli zat ki sizlerge kimilerini deryada cariye kılışın için parxotlarını sizler için musakhar kıldı. Üzünün buyruğu ile. O Allah subhanahu ve taala sizlerge kündüzünü musakhar kıldı. Allah subhanahu ve taala sizlerge künni musakhar kıldı. Ve sakhara lekumuş şemse vel kamera daibeyn ve sakhara lekumul leyle ve nahar. Allah subhanahu ve taala sizlerge künni aynı arka birisini qo'g'irishib turadigan mana shunday musakhar qildi. Kechini musakhar qildi. Kunduzni Allah subhanahu ve taala musakhar qildi. Allah subhanahu ve taala bu oyatda qiyomatni zikr qilgandan keyin yana o'zining ilahi barligi va birligini tunishtiradigan kavni oyatlarni biz uchun zikr qilmoqda. Masalan, osmon, zemin, osmonlarga bulutlarning suni orqali chiqishi, eningdan keyin ustimizga suv yog'dirishi, şu su arqalıq
meyvelerden biz için rızık için çıkarılganlığı, enindeki denizde, deryalarda ketip bağan, denizlerde ketip bağan parxutlarını hem Allah subhanahu wa ta'ala özünün emri buyrukları ile musahhar kılganlığı, kündüz keçini, aynı günni arka qoğuluşup muşundaq keladigan minna musahhar kılganlığını Allah subhanahu wa ta'ala uqtirdi. Ey insan, deydi ki Allah, asman Allah'ın iradesi gayesi olan ceryan kılmak. Zemin Allah'ın gayesi maksidi olan ceryan kılmakta. Ay gün Allah subhanahu wa ta'ala'nın gaye nişanı arkalık ceryan kılmakta. Kime, yağmur, her neyse Allah subhanahu wa ta'ala'nın gaye nişanı arkalık ceryan kılmakta, devran kılmakta. Sen ki ay insan, iradesiz varlık, iradesiz mevcudiyet Allah subhanahu wa ta'ala'nın kanunu ilahi boyunca devran ceryan kıldıkken sen ki ay insan. Mana bularning hammasi bekor emas, tertipli bir şekilde, intizamlık bir şekilde, birisi-birisiga hamkorlashgan bir şekilde devran kılgan iken, bunu Allah subhanahu wa ta'ala bir gaye maksat bilen yaratgan iken, sen-chi ay insan. Bizning aqliy tafakkurlarimizga, insoniy mantiqlarimizga Allah mana bu koinot oyatlari orqali ishorat qilmoqda va bizni to'g'ri yo'lga dalolat qilmoqda. Va atakum min kulli ma sa'altumuhu va in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ey insonlar, Allah subhanahu wa ta'ala sizlarga so'rgan narsaning hammasidan badi. Siz shundoq bir saltanatlik bir qasr imoratdiki sizlar qo'lingni nega uzatsanglar yetadi. Ko'zingni nega uzatsanglar yetadi. Nima qilsanglar qilish xususiyatiga muhayyo bo'lgan. Nima qilsanglar qila oladigan. So'rgan narsaning hammasini badi. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarni tosh qilgan bo'lsa qiladi, daraxt qilgan bo'lsa qiladi, hayvon qilgan bo'lsa qiladi, inson qildi. Insonning ichidan sizlarni musulmon qildi. Qur'onga ega qildi. Payg'ambarlar bilan tanishtirdi. Ilohiy kalom bilan tanishtirdi insonlar. Sizlar agar o'zingizning atrofidagi ne'matlar qarg'aningizmi, beliq suvning ichida yotgandek bir ne'matning ichida sizlar. O'zingizning yuzi qaranglar. Qosh bir ne'matdir, ko'z bir ne'matdir, erlarga nisbatan burut bir ne'matdir, soqol bir ne'matdir. Faqat mush bir tük inson badanidagi tük bilan yo'lga chiqqanimizda u tük ba'zi yerlarda bor, ba'zi yerlarda yo'q. Ammo bayalar o kadar yakışlık ki insonga nisbatan. U bo'lmasa bo'lmaydigan. İnsanın qashi bo'lmasin, erlarning burut soqoli bo'lmasin, kirpigi bo'lmasin, soch bo'lmasin, tüktin yo'lga chiqayli. Bularning hammasi bir ne'matdir. Mana bu shunday bir ne'mat deydi Allah. Deb bulab ve in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Ey insonlar, sizlar Allah subhanahu wa ta'ala'nın ne'mat degan ne'matlarini sanamoqchi bo'lsanglar, tugutolmaysizlar. Sanab bo'lolmaysizlar. Haqiqatan inson zolimdir, tuzkurdur, inkarchidir. Amaliyotda Allah subhanahu wa ta'ala'nın ne'matlarini sanamoqchi bo'lsak, ayna sanayolmaymiz. Quloqning anglash xususiyati va, qo'lning tutish xususiyati va, burunning purash xususiyati va, tilning tetish xususiyati va, ko'zning ko'rish xususiyati va, ko'zmi o'xshash to'shik, og'izmi o'xshash to'shik. Ko'zimizni ko'zimizni yumib olib, og'zimizdan saq ko'rmaymiz. O'xshash to'shik, ammo tilimizni tetadigan tuzni ko'zimizga qo'ysak, echib ketadi. Qo'limiz bilan og'zimiz o'xshash to'shik, ammo qo'limizni ching yumib olib, qo'limizga bijimni tiqib olib turib, og'zimizni yo'g'a ochqanimizni biskilib var qilib ovoz qilib to'lsa, uni bilmaymiz. Bu qandoq bir mo'jiza, qandoq bir ne'mat. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Bu o'zimizning badandagi narsa. Kainat tükçü. Aynı su, asman, zemin. Allah subhanahu wa ta'ala dedi ki, digini Muhammed aleyhissalatu vesselam. Karmamsız sizler. Küllerinin biri de, uçtum tut sizlerin isyanını sınadığın, sizlere hayat bağışlaydığı suyunu yokulaptı. Hemen ye'tikum bima'in ma'in. Sizler en sınıştık boğan bu suyunu kim keltireliydi? Tasadifi kündüz yokulaptı. Bu kündüzünü kim keltirdi? Keçi yokulaptı. Devamlı keçi kündüz optu, keçi olmaptı. Keçini kim keltirdi? Onda oğallık için her nesi bir nimet. Hayatlık bir nimet. Ölüm bir nimet. Hayatlık qanday nimet olduğan bolsa, ölüm şundaq bir nimet. İnsan ölmüsçü. 100 yaş görsün, 150 görsün. Dünyada insan ölmeydigan bolsa bugün. Ölmeydigan bir dünya tasavvur qilaylı. Dunyoga insan sig'andı. Birisi-birisini sig'dirandı. Birisi-birisining egirligini ko'taralamdi. Ölgenden keyin yer tuproq aylanib ketmay sesmay qolsichu. Sesishning o'zi bir ne'mat. Tuproq aylanishning o'zi bir ne'mat. Ölgenden keyin insan tuproqqa aylanmasdan tursa, dunyo bo'lganlikdan tat manchi milyar insonning o'ligi yer sharida ayında tursa, yer şarının yüzüge anmasa, bu bir nimet. Onun için tasavvur kılsak, sözlesek Allah subhanahu wa ta'ala'nın nimetlerini qat'i sanab bulamaymiz. Onun için dedi ki Allah, innel insane la zalumun kafar. İnsan daim devam Allah subhanahu wa ta'ala'nın uğurlaştırgan neslini, maddi ve olsun, manevi olsun, onu izden özgertediğin bir məxluq. Bu nimetlerinin üstünü yapıdığın bir məxluqdur. Ve iz qala İbrahim Rabbi
ic'al hadal belede aminen vecnubni ve baniye en na'budel asnam. Ey Muhammed aleyhissalatu vesselam. Olaga esletkin. Şundak bir zamanniki, şundak bir vaqtniki İbrahim aleyhissalatu vesselam özünün Rabbiga dua qılıp şundak dedi. Nim üçün bundak bir ayetlerden keyin İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan qıssısı keldi degende, ey insan, zalim emas adil bolgan, kaffar emas mu'min bolgan, Allah subhanahu ve ta'ala'nın layıqıda tunugan, Allah subhanahu ve ta'ala'nın qadr qimmetini bilgen, zalim ve kaffar hususiyeti bolmagan bir insanni özenge ulgi qilmoqchi bolsang, tüvendiki atı İbrahimni ulgi qil. U undaq emasdi deganni maqsad qilib Allah subhanahu ve ta'ala bu yerda İbrahim aleyhissalatu vesselam zikr qilish orqali bizning tasavvur dunyosimizni insho qilmoqda, qurib chiqmoqda. İbrahim aleyhissalatu vesselam dedi ki İbrahim, ey Rabbim, qilg'il mush shaharni xotirjam bir shahar qilgin. Ve junubni ve baniye en na'budel aslam, meni ve mening o'g'illarimni butqa ibodat qilishimizdan saqla, uzoq qilgin. İbrahim aleyhissalatu vesselam hammamizga bir inson Allah subhanahu ve ta'aladan xotirjam bir narsa talab qilmoqchi bo'lsa, nimani talab qilishning muhim ekanligini uqtirmoqda. Buning birisi aminlik, yana birisi tavhid, hurriyat, iman, islom. Chunki aminlik bo'lmasa, qo'sqachqa odamdan, xotirjam bo'lmagan odamdan, bijiri og'rib qolgan odamdan iymon so'rag'olmaydi. Iymonga da'vat qilg'olmaydi. Shundaqla xotirjam bo'lsin, saq bo'lsin, bayashat bo'lsin, tavhidsiz bo'lmaydi, iymonsiz bo'lmaydi. Unda o'g'allik uchun mana bizga nisbatan ey inson, so'rmoqchi bo'lsang, mana mushundan iborat narsani so'ra deganni ta'lim bermoqda. Va demoqdiki, Robbi innahunna adlalna katiran minan nasi faman tabi'ani fa innahu minni ve men asani fe inneke gafurur rahim. Ey Rabbim, jazman o insonlar to'lisini azdodi. Kimki mana agassa o menden, kimki mana asilik qilgan bo'lsa fe inneke gafurur rahim. Asilik qilgan bo'lsa mendan uzoq qanday qilsan qil azobla demasdan fe inneke gafurur rahim. Sen bo'lsang mutlaq mag'firat qilg'uchdirsan, mutlaq mehribondirsan. Allah subhanahu va taoloning payg'ambarlarining xususiyati. Allah taoloning oldida uzun peshlik qilmadi. Xuddi bu so'z in tu'addibuhum ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ya'budullaha rabbi va rabbakum va kunta alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta anta raqiba alayhim ve ente ala kulli şeyin şehid in tu'azzibuhum fe innahum ibaduk ve in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim degan İsa aleyhissalatu vesselam'ın sözüge o'xshaydi. Del İsa aleyhissalatu vesselam bu dualarını, bu faziletlik ahlaklarını ata İbrahim aleyhissalatu vesselam'dan öğrengen idi. İsa aleyhissalatu vesselam şunda degen idi. Ey Rabbim, sen bularını bilse, men bularga fakat mana mening anamga ibadet qilinglar, mening anamni iloh denglar demedim. Sen şahit edin. Bular özleri bilgençe qilgan bo'lsa, u o'zining ishi. Lekin sen bilse, mening unda bir sözün deginim yo'q. Senin emir fermanlaring bilan payg'ambarlik risolatini yetkazdim. In tu'azzibuhum fe innahum ibaduk. Agar azoblasang sen, ana turibdi. Bular sening bandalaring. Va in tagfir lahum fe inneke entel azizul hakim. Agar sen ularni mag'firat qilsang, sen bo'lsang azizdirsan, har narsani hikmat bilan qilg'uchidirsan degan edi. Mana bu yerda İnsanların to'lisi ezib birsi-birsini azdo'g'anligini tilga olgan İbrahim aleyhissalatu vesselam o'zini, avlodlarini tevhidden uzak qilmasligini tilga olgan İbrahim aleyhissalatu vesselam ularga nisbatan qozilikni o'zi qilmasdan, pichoqni elib o'zi kesmasdan eng oxirida yanala ishni Allohga topshirdi. Payg'ambarlik fazilat bu. Nima deb? Va man asani fa innaka gafurur rahim. Man asilik qilgan bo'lsa, jazman sen albatta mag'firat qilg'uchdirsan, mehribondirsan. Robbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram. Robbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahvi ilayhim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. İbrahim aleyhissalatu vesselam'ның Allohga bo'lgan zara tazarrusi, nidasi, samimiy duosi yanalam jarayon qilmoq. Ey Rabbimiz, jazman men o'rinlashtirdim men mening avlodlarimdan ba'zilarini. Mening avlodlarimni demasdan mening avlodlarimdan degini ba'zisini demoqchi. Bir jangaldiki, ziraat bo'lmagan bir jangal edi. O jangal sening hurmatlik bir uying edi. Allah subhanahu va taologa İbrahim aleyhissalatu vesselam ana shuni eslatyapti va yalviryapti. Hammamizga ma'lum İbrahim aleyhissalatu vesselam anamiz Hajarni birinchi ayoli tug'maganligi uchun ikkinchi ayoli bo'lgan Hajar qartellik deyiladi. Bu anamizni olgandan keyin homildor bo'lganligi. Uning uchun ayollar
ayollarda mensib bo'lgan, ayollarga mensib bo'lgan, ayollarda bo'ladigan tabiiy bir xarakterki birsi-birini kullash va chidamaslik, hasadxo'rlikdan iborat narsa bu oilaning tengpungsizligini buzgandan keyin Alloh subhanahu va taoloning vahiysi bilan İbrahim alayhissalatu vassalam ana Hajarni bu ziroat bo'lmagan bir suvsiz, soysiz bir yerga, cho'l jaziraga olib kelganligi. Alloh subhanahu va taoloning bu yerda bir narsani iroda qilayotganligi, bu yerda qo'yib ketayotganda ana Hajarning İbrahim alayhissalatu vassalamga ovoz qilganligi. Ey İbrahim, sen bizni bu suvsiz, soysiz cho'l jazirada qo'yib ketyapmoqchisan. Bu nima uchun? Sen zodi nima uchun bizni bu yerga yolg'iz bundaq bir holatda qo'yib ketsan? Sen buni o'zingning xohishi bilan qilyapsan. Ayollaring o'tirsidiki, sana bo'lgan shikoyatlarga sabr qilolmasdan qilyapsan va yoki qandoq deb so'radi. İbrahim alayhissalatu vassalam bu masalaning İbrahim alayhissalatu vassalamning shaxsiyati emas, Alloh subhanahu va taoloning kavniy irodasi bilan jarayon qilayotganligini, Alloh subhanahu va taoloning amr farmoni ekanligini dedi. Deganda dal ana Hajar idan fahuwa hasbi va ni'mal vakil. Undaqda Alloh subhanahu va taoloning irodasi bilan qilgan bo'lsang ey İbrahim, o Allah menga yeter. O Allah mening eng go'zal vakilimdir dedi. Tanlangan ayol, tanlangan oila. Innalloha astafa Adama va Nuhan va ala İbrahim va ala İmran alal alamin. Alloh subhanahu va taolo Adamni, Nuhni, İbrahim oilasini, İmran oilasini tanlagan edi olamlarga. Dal olamlarga tanlangan namuna oila. Dal u yerda hammamizga ma'lum tug'di. Dal mana shunday bir yomon kunda insoniyatga o'zining iymonini, islomini jakarlab, Alloh subhanahu va taolo mening kifoyam, men uni eng vakil, yaxshi vakil deb bilman, u mening vakilim. Undaqda yo'lag'inaman ey İbrahim diyilgan bir Hajarning iymoni bugun 5-6 ming yildan keyin minglagan insonlarni ko'z yoshlari ichida, alam hasratlik bir mehr muhabbat ichida, Hajarga bo'lgan oshiqlik ichida Safa Marvaning orasida oq kepallarni kiyish orqali jugotishi albatta bir tasodifiylik emasdir-da, uning iymoni. Alloh subhanahu va taoloning ularni olamga tayyorlashi, tanlashi qat'iy tasodifiylik emasdir. Biz bugungi bu yerda buni rivoyat tarix sifatida deymiz, ammo bir ayolga nisbatan 50-60 graduslik issiqlikda inson yo'q, daraxt yo'q, suv yo'q, ening ustiga ay kuni yaqinlab qolgan hamile. Bundaq bir holatda idan fahuwa hasbi va ni'mal vakil degan bu so'zi Allohga yarg'anlik uchun dal uning o'limidan 5000 yildan keyin Alloh sizlar bilan bizni innas safa val marvata min sha'airillah, Safa va Marva Alloh subhanahu va taoloning buyuk shiorlaridan deyish orqali bizni yig'itmoqda. Uning izidan mang'uzmoqda. Uning u iymoni, nidosi, duosi va u iymonning ustiga qurilgan to'kkan qon ter ve emgeklerini bizning bedellerimiz orqali o'tkazmoqda. Endi İbrahim alayhissalatu vassalamga kelsak-mi o'xshash. İbrahim alayhissalatu vassalam dediki: "Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahvi ilayhim warzuqhum minat thamarati la'allahum yashkurun." Ey Rabbim, ular sen bilan bo'lgan aloqasidan iborat namozni turg'izg'ay. Uning uchun men müşahid bularni qo'ydim. Undaqda ey Rabbim, insonlarning qalblarini ularga qanday qiladigan, mayil bo'ladigan, doim ularga nisbatan ishqi muhabbatlik bir yuraklarni so'qadigan mana shunday qilgan. Ularga shukr qilish uchun mevalarning hammasini rizq bergin deb duo qildi. Mana bu İbrahim alayhissalatu vassalamning duosi edi. İbrahim alayhissalatu vassalam tavhid atsa bo'lgan, mu'min, muvahhid, Alloh subhanahu va taoloning ne'matini bilgan mana shunday bir payg'ambarlar atsa bo'lganligi uchun buning duosi ham ijobat bo'lgan edi. Bugungi kunda 5-6 ming yildan keyin her yili milyonlagan insan Allohga labbayk to'lab dal İbrahim alayhissalatu vassalamning emgigini hurmat qilmoqda. İbrahim alayhissalatu vassalamning duosini ijobat qilmoqda. İbrahim alayhissalatu vassalamning nidosiga quloq solmoqda. İbrahim alayhissalatu vassalamning qon terlarini, emgaklerini söylemekte, uyada egilmekte, onun ali ihtiramlarını sunmakta, seviniş mektuplarını duası arkalık, ibadeti arkalık, bedelleri arkalık yollamakta. Allah subhanehu ve teala böyle davet kını ey insan, insan zalumun keffar diyenden keyin hem sonunda emez, mana şundak, Allah subhanahu ve taola'nın nimetlerini biladigan, tuzkurluk qilmaydigan, söz ve hareket bilen barlığını Allah subhanahu ve taola'ga teslim qila oladigan mana shunday bir ulgular mavjud. Her qachon siz mana shundaqlarni ulgu qilsangiz, İbrahim alayhissalatu vassalamning oilasi çöl jezirini ko'l qilgandek, obod qilgandek siz ham cho'lni ko'l, tog'ni bog'
bo'stonliq aylantıra alaysız. Bu sizning ülgünüzdür. Siz elbette ki bu işni qila alaysız. Unda o'g'allik uchun laqad kana lakum fi İbrahim uswatun hasana. İbrahimning ish izlari da sizlar uchun bir namuna bor, bir ulgu bor. Sizlar İbrahim aleyhissalatu vesselam'ni ulgu qilinglar demakchi. Robbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'alallahi min shay'in fil ardi wa la fis sama. Ey Rabbimiz deydi İbrahim aleyhissalatu vesselam. Jazman sen bilishsan andaq bir narsaniki maxfi qilamiz ve ma nu'lin aşkar qilamiz. Ve ma yakhfa 'alallahi min shay. Allohga hech narsa maxfi emas. Ne asmanda, ne zaminda. Fil ardi ve la fis sama. Unda o'g'allik uchun shuning bilan birga bu oyatlar Allah subhanahu wa ta'alaga yalverishning, Allah subhanahu wa ta'aladan bir narsa so'rashning, Allah subhanahu wa ta'alaga maktub yo'llashning uslubini o'rgatmoqda. Qaranglar, ne kadar nima degan chiroyli bir duo, nima degan bir go'zal duo, go'zal bir tiziq, marjonning tiziqlariga o'xshash. Alhamdulillahillazi vahaba li alal kibari Ismoila va Ishaq. Inna robbi lasami'ud duo. Menga o'zimning yeshining cho'nligiga qaramasdan Ismoilni, Ishaqni bergan Allah subhanahu wa ta'alaga cheksiz sana bo'lsin. İnsanның arzusu, insan aqli balig'i bo'lgandan keyin ayolning arzusi bir farzand ko'rish, erning arzusi bir farzand ko'rish. Bu buyuk bir ne'mat. Ammo bir inson yash 80 kirgandan keyin ayolning yashi shunga o'xshash qirgandan keyin Sura Hud'da zikr qilindayna. Fadahikat tabashsharnaha bi Ishaqa wa min wara'i Ishaqa Yaqub. Qalat ya waylata anidu wa ana ajuzun wa hada ba'li shaykha. İbrahimning qirayali dedi ki, onun Ishaq ve başka oğlu bilan biz bisharat berganimizda. Mana ay vay canım. Nimish bu? Mening yeshim cho'ngib qolgan to'sa, qirib qolgan to'sam, wa hada ba'li shaykha. Ma mening shayximga kelsam, va mening erimga kelsam, yo'ldishimga kelsam, bu bir peshqadam shayx bo'lib qolgan to'sa, qara. Bola nadim bo'ldi degan edi. Dal bir insonning 70-80 yosh kirgandan keyin farzand ko'rishi va u farzand hasrat nadomatini chekkandan keyin, endi men farzand ko'rmaydigan o'xshayman deb umidsiz bo'lgandan keyin farzand ko'rishi u insonning untulg'isiz bir hodisa edi. Untulg'isiz bir voqea edi u. O bir ne'mat edi. Uning uchun Allah subhanahu wa ta'ala İbrahim aleyhissalatu vesselam mana bu unutulmaz bir ne'matini, uning bergan ne'matini eslatish orqali ham sana etmoqda. Deb bo'lib, inna robbi lasami'ud duo. Haqiqatan mening Robbim bo'lgan bo'lsa, har narsani anglag'ichidir, duolarni anglag'ichidir. Yana davomlashtiryapti. Robbi ja'alni muqimas solati va min zurriyyati robbana va taqabbal duo. Ey Robbim, meni va mening avlodlarimdan namozni barpo qilg'uvchilarni qilgin. Namozni to'g'izg'ichlarni qilgin. Ey Robbim, va taqabbal duo. Sen bo'lgan bo'lsang, duolarni ijobat qilsan, qabul qilsan, mening duosimni qabul qilasan. Robbana g'firli va livalidayya va lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Ey Robbim, meni kechirgin. Mening ota-onamni kechirgin. Mu'minlarga ham mag'firat qilgin. Yawma yaqumul hisab. O ota-onam, men va mu'minlar hesab kuni turgan chaqda, hesab kunida o'zlarining oldiga borgan chaqda Allohim ularning gunohlarini mag'firat qilsin. Va la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malul zolimun. Innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Bu duolardan keyin Alloh subhanahu va taolo ey İbrahimning duosi bilan kelgan olamlarga rahmat bo'lgan Muhammad alayhissalatu vesselam, bu ta'limotlarni anladingiz. Atingiz İbrahim alayhissalatu vesselamning sarguzashtlarini, tarixiy jarayonlarini, onun mening bo'lgan, onun bilan mening o'tiramizdagi duolarni, yezishmalarni, maktublarni, nidolarni anladingiz. Hayot shundoq. Undaqda tirnoq ichida la tahsabannallaha g'afilan amma ya'malul zolimun. Zolimlarning qilmish ish harakatlaridan Alloh g'afil ekanligini ko'nglingizga aytganman. Gumon qilmang. Ey insonlar, sizlar shunday qilinglar. Alloh zolimlardan g'afil emas. Innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar. Faqat Alloh subhanahu va taolo ularni ko'zlari, insonning ko'zlari chekchiyib ketadigan, chekchiyib chiqib ketgani yaqin bo'ladigan mundaq bir kun va u kunning haybatidan, u kunning qo'rqinchisdan mana shunday bir kunga ularni kechiktirdi. Bu dunyoning oxirati va ey insonlar, sizlar tek dunyolik emas, jup dunyolik sizlar. Sizlarning dunyosinglar emas, dunyo va oxiratinglar mavjud. Unda o'g'allik uchun barliq arq planlarni, barliq hükümlerini bir dünyalık olan emas. Bir dünyalık küzünler olan emas, iki dünyalık küzünler olan. Dünyalık materyalizm küzünler olan emas, belki dünya ahiret küzünler olan karşına lazım. Muhta'ine muqni'i ru'usihim la yertaddu ileyhim tarfuhum ve af'idetuhum hava. O gün şundak bir gün ki, ula o günü başlarını tik turdu. Tik tutdu.
Başlarını tik tutadi degini, ay başlari qanday bo'lgan bo'lsa shu pida turib qoladi ular. Uni midir-sidir qilish ularning qo'lidan kelmaydi. Ko'zlarimi shu. La yatrudu ilayhim tarfuhum. Ularning ko'zlari ular qaytmaydi degini, qanday qetib qolgan bo'lsa shu pida qetib qoladi ko'zi. Chimiq-chimiqmi qolmaydi. Mo'shunaq bir kun u. Va afidatuhum hava. Valbuk ularning yuraklari ham qulubuhum hava demasdan afidatuhum hava degini alam hasratga to'lgan, nadomatga to'lgan yuraklari havoda bo'ladi. Bir narsa es qilib, bizmi deydi-ku, deymiz-ku masalan. Yuragimiz bir narsani es qilmagan chaqda, voy yuragim havoda, ang bo'lanmagan chaqda havoda bo'ladi. Va andirin nasa yawma ya'tihimul adab fa yaqulu allazina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qarib nujib da'vataka wa nattabi'ur rusul awalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Oyatlar birsi-birini sharhlaymoqda. Ey payg'ambar, sen insonlarni shundoq bir kunga agalandingki, u kunda azob keladi ularga. Zalimlar shundoq deydi. Ey Rabbimiz, bizni nim bo'ladi bir kechiktirgan boslar bo'libdi ekan. Yaqin bir ajalga sening da'vatingni biz ijobat qilgan bo'lsak va payg'ambarlarga ergishib olgan bo'lsak deb mana shundoq deydi. Rubama yavaddul ladina kafaru law kanu muslimin. Kafirlarning hammasi kashki musulmon bo'lsak ekanmiz deydi. Zarhum ya'kulu va yatamatta'u. Ularni qo'y. Manfaatlansinlar ular. Mana bu yerda Alloh subhanahu va taolo shunday deydi. Yawma la yanfa'u zalimin ma'diratuhum va lahumul la'natu va lahum su'ud dar. Bu kun zalimlarning o'zlari qabul qilmaydigan, o'zlari manfaat berilmaydigan mushundaq bir kun. Allohning rahmatidan uzoq ularga bo'lsin. Ularga eng yomon oqibatlar bo'lsin deyiladi. Ularga javob berilgan javob shu. Avalam takunu aqsamtum min qablu ma lakum min zawal. Ularga shunday deyiladi. Sizlar o'z vaqtida qasam qilmaganmidinglar? Ma lakum min zawal. Bizning bu podshohligimiz tugamaydi, dunyosimiz tugamaydi, bizning bu mol dunyosimiz tugamaydi, buning oyog'i yo'q, o'lmaydigandek muomala qilyapmamdinglar. Va dakhala jannatahu va huwa sahibun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi amada. Shunda dedi deydi bag'chilar sura Kahfda. Biri zolim bo'lgan inson bilan bir mu'min bo'lgan insonning dialogida Alloh zolim bo'lgan inson mu'min bo'lgan insonga dediki, ay Alloh taolo meni yaxshi ko'rganligi uchun bu mol dunyoni berdi menga. Men buning hech bir chirib ketishini, buningdan mening qo'limdan el berishni xohlamayman. Menga hamisha bo'ladi bu. Va la irudittu ila robbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Qara Alloh yaxshi ko'rgan bo'lsa sangin beradi. Men Alloh yaxshi ko'rganligi uchun berdi buni. Bu dunyoda emas, oxiratda mutaqa sendan burroq jannat kirmiz bas. Dam mana zalimlarning fikr tafakkurdir. Mushunda deydi Alloh subhanahu va taolo. Vaylul likulli humazatil lumaza allazi jama'a malahu wa addadahu yahsabu anna malahu akhlada. Söz ve hareket cihatte başkalarını kemsitlerge veyl olsun. Yüzsüzlerge g'ayvat qo'lag'iga veyl bo'lsin. O mallarını topladı. Ve ahladehu. O malını mana hamisha bo'ladi deb gumon qildi. Buning uchun inson qarindoshlar yer sharida moddaga berilsa, materializmga berilsa, shayton oxiratni uni shunda unuttirdiki, o'lim uning yodiga kelmaydi. Xuddi u ening ichida bo'lgan ne'matlar, mal var Allah, yüz abriyla her nesle davamlıq bulduğandek bana bu şundak gumon qildirdi. Yahsabu anna malahu akhlada. Gumon qiladi o inson ening mali davamlıq bo'ladi unga deb gumon qilgan darajada bo'ladi. Mushundaqlarga veyl olsun dedi Alloh subhanahu va taolo. Alloh subhanahu va taolo bizni o'limni qo'ltig'imizda ko'tarib yuradigan, oxiratga bo'lgan iymon ishonchimizni, his tuyg'imizni o'zimiz bilan davomlıq ko'tarib yuradigan insonlardan qilsin. Meyli bayligimiz, meyli yüz abriyimiz, meyli cho'ngligimiz bizga mangu emas, bu bizga amonat. Biz bilmaymiz qachon bizdan oladi, qachon olmaydi deydigan mana bu shunday his tuyg'ular bilan harakat qiladigan insonlardan qilsin. Va sakantum fi masakinil ladina zalamu anfusahum va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal. Alloh subhanahu va taolo tarafidan shunday deyiladi. Sizlar öz nefsiga zulm qilganlarning yurtlarida turgan edinglar. Va halbuki oshkor bo'ldi sizlar uchun kayfa fa'alna bihim. Ana undaq zolimlarni bizdan qanday qilganligimiz oshkor bo'ldi. Sizlarga ayon va shayon edi. Nima uchun shularning yurtlarida yashab turib va tarixiy ish izlarini ko'rib turib sizlar yanalam zolim bo'ldinglar. Zolimlar bilan birga turdinglar. Alloh subhanahu va taolo bu yerda jug'rafiyalik bir o'rinda fiziki jihat zolimlar bilan birga turish masalasini degan bo'lsa-mu, bu yerda masala nima deganda tarafda. Siz qay tarafda turdingiz? Zolim tarafda turdingiz. Uni demakchi. Va tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal. Agar jug'rafiyalik, fizikilik bir o'rinda deydigan shu bo'lsa edi, Alloh subhanahu va taolo Firavunning oilasidan o'zlarining iymonini yushug'an insonlarni bizga ulgu qildi. Va Firavunning xonimini Alloh subhanahu va taolo bizga ulgu qildi. Halbuki Firavunning yostiqi bilan bir yostiqda edi, uyda edi, qasr imoratda edi. Uning uchun bu yerdagi masala dal nima deganda fiziki jihatda, moddiy jihatda bir yerda turish jug'rafiyalik
cihati bir yerde duruş emas, iman, etiqad, fikri, tasavvur cihati bir yerde duruş ve tumaslıqqa bağlıqdır demekdir. Wa darabna lakumul amsal, biz sizlarga mana shunday misollarni ochiq-oshkor mana shunday bayon qildik. Wa qad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal. Ular hil mikr ishlatdi dunyoda. Wa qad makaru makrahum, o'zlarining barliq shaytoniy, zulm, istibdodiy, diktatorlik qiliqlarining hammasini qildilar. Wa indallahi makruhum, wa halbuki ularning bu zulm, diktatorligining, hil mikrlarining atalmış pen taraqqiyotlarning cevabı Allah'ın huzurida idi. Ve in kana makruhum litazula minhu'l jibal, va halbuki ularning shaytoniy qilmishlarining hammasi eningdan tağlar titirgen bolsunmu? Tağlar zayil oldigan darajada bolsunmu? Ularning javobini qaytarish indallahi makruhum, Allah'ın huzurida idi. Fala tahsabannallaha mukhlifa va'dihi rusula. Ey insonlar, ey Muhammed aleyhissalatu vesselam, Allah subhanahu va taolani özünün elçilerine bergen va'dalarga xiloflik qildigan bir Allah deb gumon qilma. Innalloha azizun zuntiqam. Haqiqatan Allah subhanahu va taolo intiqom sohibidir, intiqom egasi. Yawma tubaddalul ardu ghayral ardi was samawati wa barazu lillahil wahidil qahhar. Allah subhanahu va taolo yana so'zni eng oxirgi kun bo'lgan qiyomatga keltirmoq. Qiyomat shunday bir kunki zaminlar, osmonlar o'zgardi. O'zgardi zamin, bu zamindan boshqa osmonlar ham shunday bo'ladi. Allah uchun va barazu lillahil wahidil qahhar, yekigani siz bo'lgan Allah, qahir, qahhar bo'lgan Allah uchun her narsa oshkor oldu. Maskalar to'kiladi, sirlar to'kiladi. Va taral mujrimina yawma idin muqarranina fil asbat. Ana shu kunda jinoyat bilan shug'ullanganlarni, diktator zulm bilan shug'ullanganlarni, shirik bilan, shirkdan iborat zulm va qorong'uliklar bilan shug'ullanganlarni ko'rsan, ash kunda zincirlar bilan bog'langan bo'ladi. Muqarranina fil asbat. Asbat tümür zincirlarda bir-biriga chetilgan bog'langanlarni ko'rsan. Sarabiluhum min qatiranin, ularning ko'nglari qatirandandir. Qatiran degan o'z vaqtida Qur'on nozil bo'lgan chaqda insonlar tarafidan o't yiqilg'i ishlarga ishlatiladigan eng tez yiqiladigan bir buyum. Va tagsha wujuhuhumun nar, ularning yuzlarini o't qoplaydi. Shuning bilan birga qatiran degani biz vallohu alam bu qiyomatda Alloh subhanahu va taolo tarafidan davzak ahllariga ishlatiladigan bir yiqilg'i moddasi bo'lganligi uchun biz faqat va faqat insonlarning til orqali tushundigan, ifodalagan narsani ifodalayamiz. Ammo buni haqiqatning zodiq kayfiyatining qanday ekanligini Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Halbuki ularning yuzlarini ham o't yapadi deydi. Nima uchun? Liyajziyallohu kullu nafsin ma kasabat innalloha sari'ul hisab. Nima uchun degan Alloh subhanahu va taolo har bir nafsini o'zi qilgan narsa tufaylidan jazolash adolatini barpo qilish uchun ashnaq bo'ladi. Innalloha sari'ul hisab. Haqiqatan Alloh subhanahu va taolo olgan bo'lsa, hisobni tez qilg'ichidir. Hada balag'ul lin-nasi va liyunzaru bih va liya'lamu annama huwa ilahu wahidun va liyadhakkara ulul albab. Alloh subhanahu va taolo bu oyat qadar İbrahim alayhissalatu vesselamni rahbar qildi. Eningdan keyin zolimlarning oqibatini so'zildi. Eningdan keyin Alloh subhanahu va taolo zolimlarning dunyodagi oqibatini so'zlagandan keyin hammamizning ikron oldiga faqat Alloh subhanahu va taoloning xabar bera oladigan qiyomat sahnasidan, qiyomat ahvolidan Alloh subhanahu va taolo bizga Qur'oniy bir uslubda xabar bergandan keyin Alloh yana so'zni vahiyga keldi. Nima dedi? Hada balag'ul linnas. Ey insonlar, ana sizlarga deyilgan bu so'zlar ikron, ko'ngil ikrarlarının aldığa dostan kebi koyulgan nimetler olsun, ya ki tarihi tecrübeler olsun, bu malumatlar olsun, bu insanlara bir tebliğdir. Veliyunderu bih, ve o insanlara tebliğdir ki o insanlar o arkalık agalandırılgay, agalandırgay, oygatgay, ve liya'lemu, ve şunu bilgey ki ennemâ huve ilahu vahid digenini bilgey. Fakat ve fakat o ilah yekkigane bir Allah'tır digenini bilgey. Ve liyedzekkere ulul albab. Kur'an tilideki, Kur'an'ın aklideki, Kur'an fikir tasavvurdaki akıl egelleri bunundan vaz nasihat kılgay, vaz nasihat ağay ve başkalarına vaz nasihat qilg'ay. Uning uchundir bu deydi Alloh subhanahu va taolo. Demakchi bo'lganda, eng oxirida Alloh subhanahu va taolo bu Qur'oni Karimning biz uchun bo'lgan bir omonat ekanligini, biz buningdan ibrat elishimizning muhim ekanligini, bu Qur'oni Karim bizni Alloh taolaning yakkigani ekanligiga ishorat qiladigan bir barmoq ekanligini va bu barmoq bizning aqlimizni taraqqiy qildiradigan ulul albab va yadzakkara ulul albab, aqlimizni saqlab qoladigan, aqlimizni taraqqiy qildirib shu paytda Alloh subhanahu va taoloning huzuriga hur kelgandek, hur epidis xususiyatiga ega
bir kalam ekanligini Alloh subhanahu va taolo bizga uqtirmoqda. Alloh subhanahu va taolo sizlar bilan bizni ana shu Qur'oniy aql bilan tafakkur qiladigan, Qur'oniy ko'znak bilan qaraydigan va barliq hayotimizni Qur'onga bag'ishlay oladigan, barliq hayotimizni Qur'on bilan yashaydigan va yashtadigan insonlardan qilsin. Va axiru da'vana anil hamdulillahi robbil alamin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka va natubu ilayk.